Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? SAT Math Section Review'ni davom ettiramiz. Orqada turgan kattakon misol ko'p vaqt oladi deb o'ylashinglar mumkin, lekin juda ham oson va qisqa London misol. Kelinglar bilan tarjima qilib ishlaymiz. The difference between the measure of angle A and the measure of angle B is -3 pi radians. Nima deyapti? Difference, ayirma. Between the measure of angle A and measure of angle B. B burchak, angle burchak, B burchak va A burchak orasidagi ayirma shunga is degani teng ekan. Bildik. -3/4 pi radianga teng ekan. Which expression shows the difference between the measure of angle A and the measure of angle B in degrees? Shu yerga ehtiyot bo'lamiz. Nima deyapti? Quyidagi ifodalardan qaysi biri shows difference? Ayirmani ko'rsatadi. Qaysi ayirma? Shu burchaklar orasidagi ayirma faqat radianda emas, graduslarda. Yaxshi, demak tushundik. Bizda radianda berilgan edi, ayirmamiz -3 pi taqsim 4 va buni gradusga o'tkazish uchun 180 taqsim pi ga ko'paytirib qo'yish kifoya. Demak, bizda to'g'ri javob C bo'lar ekan.